Колхоза «Коммунизм» Халмырза Ташмырзаев начал производство видеомагнитофонов класса Hi-Fi. Окупайте. Килограмм $3. Ой, старинака, в тот день наш колхоз интересные вещи получился. У шофера Раисата с утра вырос борода, а его курица сам собой яйца стрелять начал 50 штук в минуту. Седьмой участок вырос большой кукуруз, пятый вишни, третий баклажан, 1 метр. У Маткабула на огород вырос огурцы, 1,6 метра. На колхозной ферме корова Таргулой родила утром 40 теленка. К обеду они выросли. Зоотехник Карымбой сказал, что племенной бык коровой тут ни при чем. И вообще он кладет партбилет на стол. Мен ушаман! Ey Xudo, kecha majlisda nega meni sharmanda qilding? Hammani ketmoni uchsa-yu meniki uchmasa. Mustafaqil cho'ponniki ham, Norqo'zi tajayniki ham. Faqat meniki uchmasa. Nega? Nima gunohim bor? Assalomu alaykum rais buva. Voy bachag'arlari. Ya bugun dam Ana shuni ko'paytira olasanmi? Ko'paytiraymi? Ha, Yo katta qilib beraymi? ko'paytir. Hozir do'ndiramiz. Ha dada, oling. Astagfirullah. 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 Oy. Davlenam ko'tarilib ketdi-ku. Ey qudratingdan. Buni hammasi menikimi? Ha, sizniki. Ey Xudoyim. Shuncha pul-a? Ey Xudoyimdan o'rgilay. Hammasi menikimi? Tomorqangizga kechma hal yomg'ir ham yog'maydi. Sabzavotlar ham o'smaydi. Abdullajon, yomg'iring ham kerak emas. Xo'p, qolgin o'g'lim. Sabzavotlaring ham kerak emas. Faqatgina ketmonimni uchadigan qilib bergin. Yo'q. Siz hech qachon uchmaysiz.